Ko'rlan tuman axborot kutubxona markazi fondi yangi adabiyotlar bilan bosqichma-bosqich boyitilmoqda. Yangi kelgan adabiyotlar 171 nomdagi 336 nusxada bo'lib, turli janr va sohalarni o'z ichiga olgan. Yangi adabiyotlar bu yilgi O'zbekiston kitobxonlar yurti shiori ostida kitobxonlik madaniyatini shakllantirish va yosh avlodning bilim va tafakkurini rivojlantirish maqsadida taqdim qilinmoqda. Axborot kutubxona markazi har bir kitobxonning bilim darajasini yuksaltirish va ma'naviy boyliklarini oshirishda muhim o'rin tutadi. Yangi kelgan adabiyotlar yoshlarga o'zini rivojlantirish, ilm, fan va adabiyotga qiziqish uyg'otishda katta imkoniyat yaratadi. Barcha yoshlar va kattalarni kutubxonaga taklif etamiz. Ma'naviy boyliklarini oshirish va kitobxonlik madaniyatini mustahkamlash uchun ushbu yangi manbalardan foydalanishni taklif qiladi.